Inson ulg'aygani sari nostalgiyaga yanada ko'proq bog'lanib qolar ekan. Bu gapni men emas, balki aynan siz, bizning doimiy kuzatuvchilarimiz Merlin haqidagi videoda o'z izohlaringizda tasdiqlab o'tgansiz. O'sha izohlarda esa bir narsa yana va yana takrorlangan. Iltimos, Istopar afsonasi haqida ham video qiling. Bugun biz aynan shu istakni ro'yobga chiqaramiz. Shunday ekan, haqiqat qilichlarini tayyorlang, chunki biz Dhara sari yo'l olyapmiz. Xullas, biz bilgan Istopar afsonasi seriali kitoblar turkumi asosida suratga olingan. Haqiqat qilichi inglizcha nomi esa Sword of Truth, amerikalik yozuvchi Terry Goodkind tomonidan yozilgan 24 ta epik fantasy romanlar turkumidir. Bu silsila 1994-yilda Sehrgarning birinchi qoidasi nomli roman bilan boshlangan. Shundan so'ng Goodkind yana 15 roman va Ajdodlar qarzi nomli qissa yozgan. 2008-yilga kelib, bu seriya bo'yicha butun dunyo bo'ylab 25 milliondan ortiq nusxa sotilgan hamda 20 dan ortiq tillarga tarjima qilingan. Har bir kitob alohida asar bo'lishiga qaramay, ularning barchasi yagona vaqt chizig'iga asoslanadi va umumiy voqealar bilan bog'langan. Asar voqealari xayoliy dunyoda kechadi. U yerda bir-biriga qarama-qarshi ikki iloh, yaratuvchi va yer osti egasi hukmronlik qiladi. Bu olam tiriklar dunyosi va o'liklar ruhi yashaydigan yer osti dunyosiga bo'lingan. Tiriklar olamining ma'lum qismi ikkita asosiy hududdan iborat: Yangi dunyo va qadim dunyo. Yangi dunyo 3 qismga bo'lingan. G'arbda sehrsiz Westlandiya, sharqda sehrli imperiya bo'lmish Dhara va ular o'rtasida joylashgan o'rta yerlar. Westlandiya kengash tomonidan boshqariladi. Dhara esa sehr kuchiga ega Ral avlodi tomonidan boshqariladigan jangovar imperiyadir. O'rta yerlar ko'plab davlatlardan tashkil topgan bo'lib, ularning tinchligini rohiba onalar raisligidagi kengash saqlaydi. Rohiba ayollar sehrli kuchga ega bo'lib, istalgan insonni o'z irodasiga bo'ysundira oladi. Hikoya boshida yangi dunyoning 3 qismi o'zaro sehrli to'siqlar bilan ajratilgan bo'lib, ular qadimda Dharaning istilosini to'xtatish uchun yaratilgan. Asarning bosh qahramonlari Richard Sayfer va Callan Amneldir. Richard oddiy o'rmon yo'lboshchisi bo'lib yashagan, ammo haqiqat qilichini qo'lga olgach, uning hayoti butunlay o'zgardi. U Dhara hukmdori Darken Ralning noqonuniy o'g'li ekani ma'lum bo'ladi va bu haqiqat uni og'ir sinovlarga olib keladi. U o'z qadriyatlaridan voz kechmay, insoniy erkinlik va sharafning haqiqiy qiymatini namoyon etadi. Callan esa rohiba ona Galiya shohi qizi bo'lib, Darken Ralga qarshi kurashda ulug' sehrgarni topish uchun Westlandiyaga qochadi. Sehrgar Zeddikuzul Zorandir Richardning bobosi, uni haqiqat izlovchisi deb e'lon qiladi. Ular birgalikda Darken Ralni, so'ngra yer osti hukmdorining xizmatkorlarini yengadi va qadim dunyo imperatori Jagan boshchiligidagi imperiya ordeniga qarshi kurashadi. Rohiba nomli 11-roman ana shu markaziy hikoya chizig'iga yakun yasaydi. Albatta, bu hikoya sizga serialning o'zini eslatishi mumkin, ammo ishonavering, hozir sizga aytib bergan qisqacha voqealar bu asosan kitobdan olingan asosiy g'oyalar xolos. Qolgan tafsilotlar esa serialda anchayin o'zgartirilgan. Bu haqida esa keyinroq to'xtalamiz. Bilasizmi, haqiqat qilichi olamidagi eng muhim timsollardan biri Baraka deb ataluvchi sehrli ramzdir. Uning ichki doirasi tiriklar dunyosini, tashqi doirasi esa o'liklar olamini bildiradi. Ularni ajratib turgan kvadrat dunyolar orasidagi parda ramzidir. Markazdagi 8 qirrali yulduz yaratuvchining nurini ifodalaydi. Undan taralayotgan nurlar esa hayot va o'lim olamini bog'lovchi sehr kuchlarini anglatadi. Albatta, ushbu olamni tushunish uchun bunday mayda detallar e'tibor berish juda muhim, chunki haqiqat qilichi olami shunga o'xshash mayda puzzlelardan iborat. Westlandiya sehrsiz o'rmonlarga boy, osoyishta mamlakat bo'lib, xalq vakillaridan iborat kengash tomonidan
boshqariladi. O'rta yerlar esa ko'plab qirolliklardan iborat ittifoq bo'lib, ularning tinchligi rohiba onalar rahbarligidagi kengash tomonidan ta'minlanadi. Sharqda joylashgan Dhara Ral sulolasi boshqaradigan ulkan imperiyadir. Ularning hokimiyati sehrli bog'lanishlar orqali butun xalq bilan ruhiy aloqada bo'ladi. Seriyaning bosh qahramoni Richard Ral bo'lib, u haqiqat izlovchisi nomi bilan tanilgan. U Dhara imperiyasining magistri, Rallar uyining vorisi va 3000 yildan beri dunyoga kelgan ilk jangovar sehrgarlardan biridir. Richard tug'ma tarzda ikki xil kuchga ega bo'lgan. Ular yo'qotish sehrlari va qo'shish sehrlaridir. Bu uni tarixdagi eng noyob sehrgarga aylantiradi. Callan Amnell esa rohiba, O'rta Yerlar kengashining rahbari, shuningdek Galiya va Kelton qirolliklarining malikasi. U Richardning sevgilisi va keyinchalik uning rafiqasiga aylanadi. Keyingisi esa bizning cheksiz aurali qariyamiz Zeddiku Zulzarandir. U sehrgarlar orasida birinchi darajali sehrgar nomi bilan tanilgan va Richard Ralning bobosidir. U yangi dunyo chegaralarini yaratgan, sehrni chuqur bilgan va hatto Radahan deb ataluvchi la'natli sehrni o'z kuchi bilan yo'q qila olgan kam sonli sehrgarlardan biridir. Zed o'lim shamoli va ayyor nomlari bilan ham mashhur. U Dhara imperatori Panis Ralga qarshi kurashib, uni xalq saroyiga qamab qo'yadi, ammo bu uchun Panis uning xotinini o'ldiradi va qizini asir oladi. Uni ozod etish uchun Zed sehrli to'siq, ya'ni chegara devorini yaratadi va urushni tugatadi. Keyinchalik u sehrsiz yangi mamlakat bo'lmish Westlandiyani barpo etadi. Zed Richard tug'ilganidan boshlab unga ustozlik qiladi, lekin o'zining bobosi ekanini yashirib keladi. Kara Mason ilgari Darkenga xizmat qilgan Mortseed jangchisi. U kelajakda o'z xalqining qirg'inini ko'rgach, Richard tomoniga o'tadi va unga sodiq hamrohga aylanadi. Nikki avval Nur singillari ordeniga mansub bo'lgan sehrgar ayol. U dastlab tartib birodarligi falsafasida tarbiya topgan va keyinchalik tungi singillar tomoniga o'tib, o'lim malikasi nomini olgan. U nihoyatda kuchli ammo ziddiyatli xarakterga ega. Richard bilan uchrashgach, u hayotining asl qiymatini anglaydi va yovuzlikdan yuz o'giradi. So'ngra Richardning eng sodiq ittifoqchisiga aylanadi. Biroq bu jihat serialda o'zgartirilgan. Asosiy yovuz kuchlar orasida esa eng mashhuri Darken Ral. U sehrgarning birinchi qoidasi davrida Dhara hukmdori bo'lib, o'zini tirik xudo deb bilgan, shafqatsiz va manman sehrgar edi. Darken kuchini qo'lga kiritish uchun har qanday yo'lni tanlaydi. U sehrning ham qo'chish ham yo'qotish tomonlarini ishlatgan. Biroq bu kuch unga nasldan berilmagan. U Rallar avlodidir va aslida Richardning otasi. Darken dunyoni zabt etish uchun orden qutilarini ochmoqchi bo'ladi, lekin aynan shu urinish uning halokatiga sabab bo'ladi. Keyinchalik u ruh sifatida qaytib keladi. Haqiqat qilichi olamida ikkita ibtidoiy kuch mavjud. Bular yaratuvchi va ega. Ular abadiy qarama-qarshilikda, biroq biri ikkinchisisiz mavjud bo'la olmagani uchun hech biri to'liq g'alaba qozona olmaydi. Yaratuvchi hayotning o'zi, butun sehrning manbaidir. Uning kuchi olamni ham, o'liklar dunyosini ham qamrab oladi. U hech qachon bevosita voqealarda ishtirok etmaydi, ammo insonlarga bashorat yuboradi deb ishoniladi. Keyinchalik esa bu bashoratlar aslida o'liklar olamidan kelganligi, hayot olamiga begona ekani ayon bo'ladi. Ega esa yaratuvchining qarama-qarshisidir. U abadiy mavjud, lekin na hayot va na nurga ega. Uning shohligi o'liklar dunyosi vaqt oqimidan tashqaridagi qorong'u saltanatdir. U hayotdan nafratlanadi va uni yo'q qilishni maqsad qiladi. Yaratuvchi uni o'z vaqtida yer osti dunyosiga muhrlagan. Tiriklar dunyosida ega o'z ta'sirini kuchaytirish uchun yordamchilarni, insonlarni yovuzlik yo'liga boshlovchilarni yollaydi. Eng mashhurlari zulmat singillari va vositachi sifatida xizmat qilgan Darken Raldir. Shuningdek, halokat bolalari deb atalgan insonlar ham bor. Ular sehr kuchiga ega bo'lmagan, ammo ega xizmatida bo'lgan kishilardir.
Haqiqat qilichi fantasy janridagi eng mashhur adabiy seriyalardan biri sifatida e'tirof etilgan. 2011-yilda NPR o'tkazgan so'rovda 60 ming kitobxon ishtirok etgan reytingda u barcha davrlarning eng mashhur 100 ta fantasy va fantastika asarlari orasida 62-o'rinni egallagan. Kitoblar Goodreadsda ham o'rtacha 4 yulduzli bahoga ega. Ko'plab tanqidchilar Terry Goodkind ijodida uning siyosiy falsafiy qarashlari, xususan obyektivizm g'oyalarining kuchli ta'sirini qayd etishgan. Bu esa o'quvchilar orasida bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Ayrimlar bu g'oyalarni tanqid qilgan, boshqalar esa yozuvchining qat'iy falsafiy pozitsiyasini maqtagan. Goodkind o'zi bu tanqidlarni inkor etmagan, aksincha u o'z fikrini keskin himoya qilishni yoqtiruvchi muallif sifatida tanilgan. Shu bilan birga uni ba'zan ayol obrazlarini an'anaviy stereotiplar asosida yaratgani, shuningdek zo'ravonlik sahnalarini ko'p ishlatgani uchun tanqid qilishgan. Bilmaganlar uchun shuni aytishim kerakki, haqiqat qilichi voqealaridagi shafqatsizliklar taxtlar o'yinidan kam deb bo'lmaydi. Biroq muallif bunga javoban o'z asarlarining markazida kuchli, irodali va g'ururli ayollar turganini ta'kidlagan. Hatto bir safar kitob muqovasidagi ayolga nisbatan seksistik tasvirga qarshi chiqib, nashriyot bilan bahslashgan. 2006-yilda Mir Fantastik jurnali yozganidek, haqiqat qilichi dunyosi bir qarashda klassik fantasy andozalariga o'xshasa-da, atmosfera jihatdan g'ayrioddiy darajada qorong'u va hissiydir. Syujetdan ko'ra uslub va mazmun ustun turadi. Hikoyalar keskin ammo chuqur yoritiladi. Qahramonlar ideal emas, dushman esa deyarli yengib bo'lmas kuch. Aynan shu mashaqqat, qiynoqlar, murakkab tanlovlar va og'ir falsafiy savollar voqealarga o'ziga xos ruh bag'ishlaydi. Birinchi roman Bo'lmish sehrgarning birinchi qoidasi ko'plab tanqidchilar fikriga ko'ra 20-asr oxirining eng kuchli fantasy asarlaridan biri bo'lgan. Antagonist Dark General esa ko'plab fantasy yovuzlaridan farqli ravishda aqlli, real va jonli xarakter sifatida alohida e'tirof etilgan. Albatta bu serialda ham o'z tasdig'ini topadi. 2020-yilgi qayta tahlillarda ham bu seriya o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Dinamik voqealar, kutilmagan burilishlar va qurol bilan emas, aql bilan hal etiladigan muammolar haqiqat qilichini oddiy fantazidan falsafiy doston darajasiga ko'targan. Goodkind o'z hikoyalarida insoniy tanlov, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi nozik chiziq hamda kamroq yomonlikni tanlash singari axloqiy savollarni zo'rma-zo'raki emas, balki tabiiy tarzda ochib bergan. 2008-yil 1-noyabrda Istopar afsonasi, ya'ni Legend of the Seeker serialining premyerasi bo'lib o'tdi. Uni ABC Studios Terry Goodkindning mashhur haqiqat qilichi romanlari asosida suratga olgan. Serial dastlab sehrgarning birinchi qoidasi deb nomlanishi rejalashtirilgan edi, ammo muallif va ijodiy jamoa uni kitoblardan biroz erkinroq talqin qilish uchun Istopar afsonasi deb atadi. Birinchi mavsum 22 qismdan iborat bo'lgan. 2009-yilda esa xuddi shuncha 22 qismli ikkinchi mavsum tomoshabinlar e'tiboriga havola etilgan. Har bir qismni suratga olish uchun o'rtacha $1,5 million sarflangan. Bu o'sha paytdagi mustaqil seriallar orasida juda katta byudjet hisoblangan. Serial Primetime Emmy mukofotida musiqa yo'nalishida g'olib bo'lgan, shuningdek Yangi Zelandiyaning kino va TV mukofotlarida ham alohida e'tirof etilgan. Ammo 2010-yil mart oyida Tribune stansiyalari serialni davom ettirmaslik qarorini chiqardi. Bu esa loyiha uchun asosiy efir maydonini yo'qotish degani edi. Prodyuserlar uni boshqa kanallarga joylashtirishga urinishdi, lekin hech kim loyiha huquqini sotib olmadi. Bundan tashqari, Yangi Zelandiyada suratga olish xarajatlari ham juda yuqori edi. Shu sababli 2010-yil aprel oyida 3-mavsum bekor qilingani rasman e'lon qilindi. Muxlislar esa bunga javoban Save Our Seeker nomli katta kampaniyani boshlashdi, lekin serial afsuski qayta tiklanmadi. Serial tanqidchilar tomonidan turlicha baholangan. Ba'zi tomoshabinlar undagi ayrim sahnalar yulduzlar jangi, Matrica, Zena jangchi malika yoki Qirol Artur afsonalarini
eslatishini ta'kidlashgan. Variety jurnali esa uni fantastika va fantazining eng mashhur unsurlaridan yig'ilgan qorishma deb atagan. Shuningdek, serial kitob syujetidan ancha farq qiladi. Unda faqat asosiy qahramonlar, ayrim g'oyalar va epizodlar saqlanib qolgan, ammo voqealar rivoji va yakun to'liq qayta yozilgan. Biroq tanqidlar fonida ham ko'pchilik tomoshabinlar serialning vizual sifati, Yangi Zelandiyaning go'zal manzaralari va bosh rollardagi Craig Horner hamda Bridget Reganning mahoratli ijrosini yuqori baholashgan. Albatta, yoshlik yillarimizda ko'pchiligimizning qalbimizni zabt etgan ikki ayol qahramon bor edi. Ularga rahmat aytmasdan iloj yo'q. Ularning ikkalasi ham o'z davrining haqiqiy afsonalari. Biri Bridget Regan ijro etgan rohiba ona Kalen Amnelidir. Ikkinchisi esa Tabrat Bethel jonlantirgan bizning sevimli Mort Sitimiz Kara Masondir. Endi aytingchi, agar imkoniyatingiz bo'lganida siz kimni tanlagan bo'lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar siz Istopar afsonasi serialini tomosha qilishdan oldin Terry Goodkind ko'p jildli asarlarining to'liq ekranlashtirilganini kutayotgan bo'lsangiz, ehtimol biroz hafsala bir bo'lishi mumkin. Kitoblarga eng yaqin bo'lgan qismlar faqat dastlabki 2 epizoddir. Keyingi bo'limlarda esa syujet, xarakterlar va butun tarix sezilarli darajada o'zgartirilgan. Ammo bu serial tomosha qilish chog'ida lazzat topmaysiz degani emas. Shunchaki uni kitob bilan taqqoslamaslik va o'ziga xos sarguzash sifatida qabul qilish kifoya. Agar siz Gerkulesning mo'jizaviy sarguzashtlari yoki Zena jangchi malika kabi eski fantaziyalarni yoqtirgan bo'lsangiz, bu serial ham sizga manzur bo'lishi aniq. Unda ham o'sha ruh, Yangi Zelandiyaning manzaralari, qilichlar, sehr, sarguzashtlar va har safar ezgulikning g'alabasi mujassam. Qolaversa, shu turdagi seriallar ustida ishlagan ijodiy jamoa ham o'zgarmagan. Faqat bu safar maxsus effektlar ancha kuchli namoyon bo'lgan va eng yaxshisi, tomosha tugagach sizda kitoblarni o'qish istagi paydo bo'ladi, chunki ular butunlay boshqa, ammo shunchalik qadrlashga arzigulik olamdir. Serial umuman olganda yaxshi, unda klassik fantasy ruhi to'liq aks etgan. Qahramonlarning maqsadi aniq va ularni yo'lda turli sinovlar kutadi va har bir qismda qahramonlar yangi sarguzashtlarga yo'liqishadi. Agarda siz birinchi qismni ko'rsangiz va birdaniga 9-qismga sakrab ketsangiz ham hech nima tushunarsiz bo'lib qolmaydi. Ba'zi epizodlar mantiqan g'alati tuyuladi, go'yo qahramonni oson o'ldirish mumkin bo'lgan joylarda dushmanlar to'xtab qoladi. Bu serialdagi eng tipik logik teshiklardan biridir. Qahramonlarning kuchlari ham ba'zida muvozanatsiz tasvirlangan. Ayniqsa Zedning sehrli kuchi shunchalik qudratli, xohlasa barcha muammolarni bir zumda hal qilish mumkin edi, lekin bu kuch faqat kerakli paytlarda ishlatilardi. Xuddi shunday hayot nafasi, Odin qutilari yoki rohiba qudrati sehrlari ham haddan tashqari kuchli, ammo to'liq ochilmagan. Masalan, Kalen o'z sehr kuchi bilan osonlikcha armiya to'plab Ralni ag'darishi mumkin edi, lekin syujetda bunday imkoniyatlar atay chetlab o'tilgan. Shunga qaramay, serialda boy ma'lumot, chiroyli vizual uslub va a'lo musiqa bor. Aktyorlar ham o'z rollarini juda tabiiy ijro etgan. Ayniqsa ular ijobiy va salbiy rollar o'rtasidagi o'tishini ishonarli ko'rsatgan. Syujetlar qahramonlarni turli joylarga olib boradi. Tomoshabin o'zi ham ular bilan birga sayohat qilgandek bo'ladi. Faqat deyarli barcha sahnalar bir xil o'rmonlarda olingani biroz zerikarli. Shuningdek, Richardning jang uslubi ham g'alati. U o'rmonchi bo'lsa-da, qilichboz sifatida birdan mohir jangchiga aylanib ketadi. Serial tugab qolgani albatta achinarli, lekin bu olamni davom ettirish uchun hali juda ko'p kitoblar bor.
Kamchiliklar albatta yo'q emas edi. Ba'zi mantiqiy bo'shliqlar, ba'zida esa soddalik. Ammo bularning barchasiga qaramay, Istopar afsonasi bizni o'z sehrli olamiga olib kirdi. U o'zining ezgulik, ishonch va insoniylik haqidagi g'oyasi bilan ko'pchilikning qalbida iz qoldirdi. Yuqorida bot ta'kidlaganimizdek, kitoblar turkumi yetarlicha katta va anchayin omadli. Oqibatda esa streaming platformalar kontentni suvdek simirayotgan davrda hech kim haqiqat qilichi olami qayta ekranlashtirilmasligiga kafolat bermaydi. Qolaversa, ushbu olam allaqachon ekranlashtirish tajribasini boshdan kechirgan. Aytaylik, bu sodir bo'ladi va bu loyiha tasavvur qilib bo'lmas muvaffaqiyatga erishadi. Biroq hattoki Taxtlar o'yini darajasidagi muhtasham asardan ham biz uchun o'sha 2008-yillardagi Istopar afsonasi seriali ustunroq bo'lib qolaveradi. Buning boisi shuki, eng zo'r yangi asar ham bizga eski xotiralarni qaytara olmaydi. Istopar afsonasi qanchalik tanqid qilinmasin, u hanuz sovuq qish oqshomlari pechka yonidagi oilaviy tomoshalarni eslataveradi. Balki o'sha kunlarda ham muammolar ko'p bo'lgandir, ammo biz ancha beg'uborroq edik. Richard har safar qo'liga qilich tutganida, Rohiba ona Kalin har safar kimnidir bo'ysundirganida, Zetikus har gal olovli afsun ishlatganida va bizning Mortsitimiz har safar jangga otlanganida voqealar haqiqiy hayotda sodir bo'layotganiga ishonar edik va toki uyquga ketmagunimizcha ular haqida o'ylar edik. Balki hozir sizga gapirayotgan kino tahlilchisi uchun eng yaxshi seriallar Qog'oz bino yoki Taxtlar o'yinidir. Ammo ichimizdagi bolakaylar uchun Merlin va Istopar kabi seriallarga teng keladigani mavjud emas va ehtimol hech qachon paydo ham bo'lmaydi. Bizning bugungi yoshlik damlariga bo'lgan safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, fantastik like bosib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. An'anaga muvofiq videoni oxirigacha ko'rganingizni isboti uchun izohlarda Kalin yoki Kara obrazlarining qay biri sizga ko'proq yoqishini yozib qoldiring. Keyingi fantastik olamlarda, keyingi fantasy dunyolarida ko'rishguncha xayr.